Kimni qalbi pokiza bo'lsa, u faqat go'zallikni ko'radi. Qalbida nopoklik bo'lgan inson faqat yomon narsalarni ko'radi. Kim nimani izlasa shuni topadi. Dunyodagi barcha narsalar qalbning atrofida aylanadi. Faqat aylanuvchi narsalar ikki toifaga bo'linadi: yaxshilik va yomonlik. Qalbing qanday holatda bo'lsa, shu narsalar sen tomon tortiladi. Shuning uchun donishmandlar bekorga aytishmagan: qalbini poklagan najot topadi. Qalbingizni xafagarchiliklardan, kechira olmaslikdan, nafrat, adovatdan, hasaddan poklang.